8-sinf geografiya. Mavzu: Quyamudaryo iqtisodiy rayoni. Iqtisodiy geografik o'rni. Quyamudaryo iqtisodiy rayoni O'zbekistonning shimol-g'arbida joylashgan. Bu rayon Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlaridan iborat. Mana aziz o'quvchilar, O'zbekistonning iqtisodiy rayonlar xaritasini ko'rib turibsiz. Mana Quyamudaryo iqtisodiy rayoni O'zbekistonning shimol-g'arbida joylashgan. Unga Sarafshon iqtisodiy rayoni chegaradosh hamda qo'shni respublikalardan Qozog'iston Respublikasi, Turkmaniston Respublikasi chegara hisoblanadi. Aholisi: Quyamudaryo iqtisodiy rayonining obodkor yerlari qadimdan aholi zich yashab kelgan vohalardandir. Xorazm vohasida qadim zamonlardan buyon dehqonchilik bilan shug'ullanib kelingan. Aholi rayon hududida notekis joylashgan. Tabiiy tafovutlar aholining joylashuviga ta'sir etgan. Aholi Orol dengiziga tomon kamayib boradi. Nukus, Chimboy, Urganch, Mo'ynoq, Taxiatosh, Xo'jayli shaharlarining o'sishi hamda qishloqlarda kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishi hisobiga shaharchalarning vujudga kelishi natijasida shahar aholisi tobora ko'payib bormoqda. Xo'jaligi. Iqtisodiy rayon xo'jaligining asosini qishloq xo'jaligi tashkil etadi. O'zbekistondagi qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlarning 6% shu rayonda. Qissasiga to'g'ri keladi. Qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlarning deyarli 90% yaylovlardan iborat. Sho'rxok yerlar, qumlar, ko'llar, botqoqliklar ham katta maydonlarni tashkil etadi. Aholi paxtadan tashqari pillachilik, qorako'lchilik, mevachilik, uzumchilik, polizchilik, sholi yetishtirishi bilan ham shug'ullanadi. Iqtisodiy rayon mamlakatda yetishtirilayotgan sholining yarmidan ko'pini beradi. Amudaryo etaklarida dehqonchilik negizida chorvachilik ham rivojlangan. Qadimgi va serdaromad tarmoqlardan biri pillachilik, paxtachilik bilan bog'liq holda obodkor dehqonchilik xo'jaliklarida olib boriladi. Cho'l va yaylovlarida yil bo'yi qorako'l qo'ylari boqiladi. To'qaylarda yilqi boqiladi. Sanoati. Iqtisodiy rayon sanoati oziq-ovqat va yengil sanoat tarmoqlaridan iborat. Yengil sanoatda paxta tozalash zavodlarining salmog'i katta. Energiya tanqisligini bartaraf qilish, rivojlanayotgan sanoat va qishloq xo'jaligini energiya bilan ta'minlash uchun Taxiatosh IES va tarkibida GES bo'lgan Tuyamo'yin gidrouzeli barpo etilgan. Quyamudaryo iqtisodiy rayoni mamlakat energetika tizimida energiya oladi. Taxiatosh IESni ko'rib turibsiz. Mustaqillik yillarida bu zaminda amalga oshirilgan ulkan iqtisodiy ijtimoiy o'zgarishlar, qurilish va obodonchilik ishlarini sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan, Sahro bag'ridagi mo'jiza deb nom olgan Qo'ng'irot soda zavodi, Xo'jayli shisha zavodi, Markaziy Osiyo bezak toshlari qo'shma korxonasi, Qo'ng'irotdagi karbid, Nukusdagi marmar va kabel zavodlari, O'rga gaz koni, LTX va KTX majmualari kabi zamonaviy ishlab chiqarish obyektlari, 345 kilometrlik Navoiy-Nukus temir yo'li, Nukus bilan Xo'jaylini bog'laydigan ulkan ko'prik, Qo'ng'irot avtomobil yo'li, o'nlab umumta'lim maktablari, litsey va kollejlar, bolalar sporti, bolalar musiqa va san'at maktablari singari ko'plab inshootlar, bularning barchasi istiqlol mevasidir. Milliy avtomagistral qurilishida ro'y bergan ulkan voqealardan biri bu shu yo'lning Nukus shahridagi kiraverishida yangi ko'prik va chorraha yo'lining qurilishidir. Ustyurt gaz kimyo majmuasiga gazni taqsimlaydigan etilen, polietilen, polipropilen ishlab chiqaradigan va energiya manbalari bilan ta'minlaydigan jami 5 ta zavod, shuningdek zamonaviy infratuzilma obyektlari barpo etilgan. Iqtisodiy rayon ichki hamda tashqi aloqada transportning deyarli barcha turlaridan foydalaniladi. Temir yo'l va avtomobil transportining yuksalishi tufayli
suv transporti ahamiyatini yo'qotib bormoqda. Iqtisodiy rayonning mamlakatimizning boshqa hududlari va xorijiy davlatlar bilan aloqalari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mana aziz o'quvchilar, bugungi mavzu haqida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Siz bilan Andijon viloyati Buloqboshi tumani 10-maktab geografiya fan o'qituvchisi Sarbolayev Umidjon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.